Assalomu alaykum ustozlar. Mana paxtazorga keldik. Arrilar ishlayapti. Arri juda ko'p. Dilmurodjon, qanaqa sort dedingiz buni? S8290. S8290 degan nav ekilgan ekan paxtani. Arri ishlayapti. Mana gulchang barglari qasi yaltirab, hatto qo'lga yuqayotgan darajada shira bo'lib qopti. Endi birinchi suvini ichibdi. Paxta mana 40 sm 50 sm o'sgan. Faqat paxta maydonchada kamroq ekan. O'shanga ozroq qismini arilar olib joylashtirmoqchimiz. Arilar serob yuribdi.